9 yoshgacha bolalarga mo'ljallangan siniy traktorimizga keldi. Qizil, qora ranglari ham bor. Balonlar yumshoq rezinaviy balon bo'ladi. Ikkita orqa balon tortadi, katta motor joylashgan. Akkumulyatori bu 24 voltli, balonlari yumshoq rezinaviy orqasi ham. 80 kg atrofida yuk ko'tara oladi. Akkumulyator bu joyda joylashgan. Tomi yopiq, bemalol mamtiga setka tutqizib yomg'irda ham yursa bo'ladi. Sidenalar yumshoq eka kojinli, korobka передатчиклар bu joyda joylashgan. Start stop knopkalari, bu yerda tablosi, monitori ham bor. Multfilm ko'rsa bo'ladigan, chiroqlarni o'chirib yoqsa bo'ladigan knopkalari bor. Orqa balonlarni ko'ryapsizlar, yumshoq rezinaviy bu yerdan zinasidan oyog'ini qo'yib ichiga kirib olsa ham bo'ladi. Undan tashqari bu joyda ham chirog'i bor. Politsiyskiy chirog'i. Joylarni ko'ryapsizlar. Xo'p, bunimiz pritsepli bo'ladi. Orqada pritsepi ham bor, kattagina. Ichiga narsalarni solib, jiyanini, ukasini solib yursa ham bo'ladi. Orqa chiroqlari ham yonib turadi. Va orqa balonlari plastmassaga bo'ladi, eng orqa pritsepniki. Sifati juda ham zo'r chiqdi buni. 9 yoshgacha 80 kg atrofida yuk ko'taradi. Qolgan ma'lumotlarni kanalimizdan kuzatib boringlar.